Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun ko'pchilik talabiga binoan Adnes'ni bepul versiyasini qanaqa qilib yuklashni va qanaqa qilib o'rnatishni ko'rib chiqamiz birgalikda. Xo'p, videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Agar yangi bo'lsangiz, videomizga like bosib, kuzatishda davom eting. Demak, yuklash uchun opisaniyada ham qoldiraman va kanalimning orqasida ham turadi Telegram kanalim. Telegram kanaliga yoki Telegram o'ziga kiraman. Buxgalteriya pastki chiziqcha auditor deb izlasangiz, mana shu Telegram kanalim kelib chiqadi sizlarda ham. Bu yerga Adnes'ning bepul versiyasini tashlaganman. Xo'sh, buni o'rnatish uchun qaranglar nima qilamiz. Birinchi bo'lib Adnes 8.3 dasturini yuklab olamiz. Yuklab olgandan keyin bu zip faylda bo'ladi, mana bunaqa ko'rinishda. Xo'sh, buni hammasini olib, biror bir papka ochib, papkani ichiga joylashimiz kerak. Mana menda hozir D-diskga kirib, yangi papka yaratib, bu yerga shuni olib tashladim. Keyin Adnes Entry Pack degan papka bor, ilova bor bizda, programma bor, приложение. Shuni ustiga 2 marta bosamiz, запустить qilamiz. Tak, o'rnatmoqchimisan deydi. OK ni tanlaymiz. Подготовка fayl. Fayl tayyorlanmoqda bo'lib turibdi hozir. Xo'sh, ikkinchi faylni esa xuddi shunaqa tartibda yana bitta papka qilib, uni ichiga joylab qo'yamiz. Mana D-diskga kirdim, shunchaki ikkinchi faylni ham bu yoqqa tashladim. Ikkinchi faylni ustiga ikkinchi tomon mishkani bosib, открыть папку с faylini qilsak, o'sha yuklagan faylni o'ziga kirib ketadi. Bu yerdan Ctrl C bilan kopiya qilib, bemalol mana D-diskdan kirib yoki C-diskka o'zingizga xohlagan papkani yaratib, bu yerda baza deb yozib, shunaqa ichiga kirib, papkangizni yoki o'sha yuklagan faylingizni tashlasangiz bo'ladi, muammo yo'q. Xo'p, bizda o'rnatib bo'lindi. Endi so'rayapti izmingiz. Tak, biza oldin ham o'rnatilgan edi, shu uchun shunaqa so'radi bizdan. Tak, izminga turgan holda dalya qilamiz. Adnes nima qilamiz deyapti. Tak, bo'ldi. Bu yerga tegmaymiz. Dalya qilamiz. Interface tili angliskiy yoki ruskiy. Bizda sistemni установка, ya'ni kompyuteringiz qanaqa tilda bo'lsa agar shunaqa tilda установка qilyapti. Agar bo'lmasa ruskiyga qo'yganingiz yaxshiroq. Demak, hammasi tayyor. Установить bosamiz. Hozir o'rnatilyapti Adnesimiz. Tak, готовani bosamiz. Mana o'rnatib bo'lindi. Ekranga o'zi chiqdi. Endi ustiga 2 marta bosib kiramiz. Bu yerda meni fayllarim ko'rinyapti, bazalarim, ya'ni firmalarim ko'rinyapti. Sababi men sizlarga hozir ko'rsatib berishdan oldin o'chirgandim, lekin baribir yuritgan firmalaringiz qolib ketadi bu yerda. Bularni alohida o'chirish kerak. Shu uchun saqlanib qolgan. Sizlarda hech nima ko'rinmaydi. Kirgandan, shuni ustiga 2 marta bosib kirgandan добавить ni bosamiz. Ikkinchisini tanlab dalya qilamiz. Endi bo'ya yuklagan faylimiz bor edi-ku, o'shani tanlashimiz kerak. Bu uchun hozir birinchi укажите наименование информационной базы, ya'ni firma nomini qo'yamiz. Qaysi firmani kiritmoqchi bo'lsak, masalan, Buxgalter Usmonov MCJ. Mana shu firma desak agar. Xo'sh, bu yerdan endi faylni tanlash uchun 3 ta nuqtaga bitta bosamiz. Tak, qayerga biz bo'yagi ikkinchi yuklagan faylimiz bor edi-ku, mana bu fayl. Bu qayerga joylagan bo'lsak, o'sha yerni tanlab qo'yishimiz kerak. Biz D-diskda bazani ichiga joyladik. Bu yerda hozir ko'rinmay turadi. Prosta shunday o'sha u faylni joylagan papkangizni tanlab выбрать papka qilamiz. Tamom. Endi dalyani bosamiz, bu yerga tegmaymiz. Готовani bosamiz. Mana bizda yuklandi. Endi nima qilamiz? Kirishdan oldin konfiguratorga bosamiz. Ya'ni ichida bazani tanlab qo'yishimiz kerak. Informatsionniy baza не обнаружена. Ya'ni baza topilmadi. Yangi baza yaratmoqchimisan deydi. Ha'ni tanlaymiz. Xo'p, bu yo'llar to'g'ri turadi. Готовani bosamiz. Demak, sizlarda ham shunaqa oyna ochiladi. Bu yoqdan administrovaniyega bosamiz. Bazani yuklamoqchi bo'lsak, ya'ni bizda tayyor baza bor. Shuni yuklamoqchi bo'lsak, загрузить информационный baza qilamiz. Agar bizda tayyor baza bo'lgan bo'lsa, yuritib yurgan bo'lgan bo'lsak, uni bazani chiqarib olib boshqa kishiga ulashmoqchi bo'lsak, agar выгрузить qilamiz. Biza hozir загрузить qilishimiz kerak. Xo'p. Administrovание, загрузить информационный baza tanlaymiz. Xo'sh, o'zimizni faylimiz qayerda bo'lsa, boyagi
mana bu fayl bor edi-ku, Telegramdan yuborganim. Shuni tanlaymiz, открытni bosamiz. Shunaqa ogohlantirish chiqadi. Dani bosamiz. Hozir yuklanyapti. Kutib turamiz biroz. Endi xuddi shunaqa ma'lumot ko'rinadi. Netni bosamiz. Qaytadan adres ustiga 2 marta bosib, mana bizda tayyor o'sha firmamiz ma'lumotlari to'liq kiritildi. Endi adres предприятиeni bu ustiga bitta bosamiz. Bitta bosgandan keyin adres bazamizning ichiga kiryapti. Sizlarga tashlaganim bu pustoy baza, учебный baza edi. Biroz kutib turamiz, ichiga kirib oladi. Demak, bizda shunaqa so'raydi. Tak, bunga x qilib qo'yamiz. Buni ham подключить позже qilamiz, kattalashtirib olamiz. Mana tayyor bizda yangi baza 1s bemalol sizlarda ham xuddi shunaqa tartibda ochadi. Bu yerda заполнить rekviziti qilib, yuridik shaxs bo'lsangiz tanlab, bu yerdan soliq turingizni tanlaysiz. Masalan, aylanma yoki NDS, uprashonka yoki aylanma. Xo'sh, demak, tanladik. Ikkinchisini NDS firma, ya'ni MCJ bu. Tanlagandan keyin xuddi shunaqa ko'rinadi sizlarda ham. Bu yerda korxonangiz ma'lumotlarini kiritib chiqishingiz mumkin. Masalan, buxgalter Usmonov MCJ xuddi shunaqa to'ldiradi. Inene bo'lsa agar u yoziladi. Yo'q, uzr. Inene degan joyiga mana Telegramdan tashlaganimdek, xo'sh, mana учебный bazaligi uchun, xavfsizlik uchun ana shuni qo'yasiz. Mana 000. Bu yerda adashmasam 3 4 5 6 7 8 9 ta 0 ekan. 9 ta 0ni shu joyga tashlaymiz. Endi infoni o'zini yozamiz. Mana o'zingizni o'sha bank hisob raqamingizni infosini kiritasiz bu yerda. Qanaqa info bo'lsa va hisob raqamingizni kiritib, ma'lumotlarni to'g'irlab, записать и закрыть qilamiz. Mana bizda adres tayyor. Va unga endi ma'lumotlarni keyingi videoroliklarda ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib kiritiladi, nima ma'lumotlar kiritishimiz kerak, nimalardan boshlash kerak. Bular haqida ham xudo xolasa keyingi video darslarimizni kuzatib borsangiz, bu bo'yicha ham batafsil video dars qilib, ketma-ketlikda tushuntirib boraman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.